Hozir qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, hayotda boshingizdan qanday og'ir kunlar o'tkazgan bo'lsangiz ham shunchaki bilib qo'ying va unutmang. Siz hamma sinovlarni yengib o'tasiz. Yo'lingizdagi to'siqlar, sizga yoqmaydigan holatlar, negativ vaziyatlar, negativ insonlar, bular sizning orzularingiz oldida hech narsa emas. Siz har kuni o'z ustingizda ishlaysiz. Har kuni siz rivojlanib borasiz. Har kuni siz o'z maqsadlaringiz sani yana bir qadam tashlaysiz. Yo'q, bu seni qo'lingdan kelmaydi. Buni qila olmaysan. Bu kabi so'zlarga siz e'tibor bermaysiz. Siz bu insonlarga hech narsani isbotlashingiz shart emas. Siz shunchaki bajarasiz. Maqsadingiz uchun nima ish qilish kerak bo'lsa, siz shunchaki shu ishni qilasiz. Siz buni o'zingiz va oilangiz uchun qilasiz. Ich-ichingizdan shuni bilasizki, siz hayotdagi sinovlardan, qiyinchiliklardan kuchlisiz. Ich-ichingizdan shuni bilasizki, siz hammasini bajara olasiz. Barchasi o'z qo'lingizda. Hammasi qo'lingizdan keladi. Siz o'zingiz o'ylaganingizdan ham kuchli insonsiz. Har doim bergan so'zingizning ustidan chiqasiz. Siz reja bo'yicha ish qilasiz. Siz hatto taslim bo'lish kerak bo'lgan joyda ham olg'a intilishda davom etasiz. Siz qiynala boshlagan paytingizda ham orqaga chekinmaysiz. Siz his qilayotgan og'riqlaringizni o'z maqsadlaringiz yo'lida ishlatasiz. Siz ikkinchi darajali ishlarni ortga surib, e'tiboringizni asosiy ishga qaratasiz. Siz har doim maqsadingiz haqida o'ylaysiz. Uni aniq tasavvur qila olasiz. Siz maqsadingiz bilan birgasiz. U bilan uxlaysiz, u bilan uyg'onasiz. Ertalab tong saharda, hamma shirin uyqudaligida siz uyg'onib o'ylaysiz. Qanday ajoyib tong. Maqsad sari olg'a qadam tashlash uchun yana bir ajoyib kun. Yaratganga shukr. Chunki menda bugungi kunim bor. Men tirikman. Va bugun hayotimda yana nimanidir o'zgartirishim mumkin. Faqat o'zim uchun emas, balki boshqa insonlarga yordam berishim uchun ham bugungi kunim bor. Boylik, pul, mansab, yo'q, hayotda bundan-da muhim ishlar bor. Pul bu yaxshi, ammo bu hech qachon asosiy narsa bo'lmagan. Asosiysi bu siz. Omadga erishish yo'lida qanday insonga aylanayotganingizdir. Qanday qilib har safar o'zingizni, yalqovlikni, uyquni, o'z kamchiliklaringizni yengib, to'g'ri yo'lni tanlashingiz. Mana bu eng asosiysi. Ha, bu qiyin yo'l, lekin bu to'g'ri yo'l. Har kuni siz uchun shunday qiyin bo'lgan qarorlarni qabul qilib, bajarib, siz o'z maqsadlaringizga yana ham yaqinlashasiz. Agar hozir sizda nimadir o'xshamayotgan bo'lsa, nimadir qila olmayotgan bo'lsangiz, bu har doim shunday bo'ladi degani emas. Va siz buni bilasiz. Hozirgi kundagi harakatlaringiz, yengib o'tayotgan qiyinchiliklaringiz, qabul qilayotgan muhim qiyin qarorlaringiz bir kun kelib albatta natijasini berishini bilasiz. Har bir yo'qotayotgan soatlaringiz, o'z ustingizda ishlashingiz, maqsadingiz sari olg'a intilayotganingiz albatta o'z samarasini beradi va bu natija siz kutgandan-da a'lo darajada bo'ladi. Va siz shuni anglaysizki, siz bunga loyiqsiz va siz bunga haqli ravishda erishdingiz.